Qaranglar akalar, O'zbekistonda yangilik, endi o'tda yonmas konteyner materiallari o'zimizda. Buni zo'r tomoni hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. O'tda yonmas, suvda cho'kmaydigandan bo'ladi. Qaranglar. Chingalchik bitta gapiradi deb shuni yotib olamiz. Hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Endi eksperiment ko'rsatib beramiz. Aka keling, ustiga chiqib ko'rsatib bering. Mana akamiz 150 kg, o'zimiz 80 kg. Pashda 200 kg oshyapti, hech narsa qilmayapti. Forting aka mana sharqomli. Forting aka. Mana hech narsa qilmaydi akalar. Ko'ryapsizlarmi? Konteyner materiali bir-biriga garantiya berilgan material bo'ladi. Kimga mana shu tom xizmati kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Har qanday tom yopishni xizmatini qilib beradi akalar. Metanni tomi, propanni tomi, teflisda, qo'yxona, molxona, to'yxona farqi yo'q. Xohlaganlarni aytganlarini qilib beradi. Narxlari 1 kvadratini 150 mingdan 250 ming so'mgacha bo'ladi. Agar tayyor zdaniyalaring bo'lsa arzonlashadi, nolda mana bunday stokalar bilan qaraydigan bo'lsa, narxlar qimmatlashadi. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha ekan, bemalol aloqa chiqaverasiz. Agar konteyner materialni metrga olmoqchi bo'lsalaring ham metrga ham sotilar ekan. Joyimiz Namanganda, xullas Yangi Qo'rg'ondan kelib ko'rmoqchi bo'lganlarga akalar akamizning nomeri ekranda bo'ladi, telefon qilaverasizlar.